Nima bu? Chalvarim kirib bo'lgan, yuvib bering. O'zing yuvolmisan. Onam quvdingiz-ku, onam yuvib beribdilar. Endi o'zingiz yuvasiz. Uni menga. Sport o'yinlari uchun eng yuqori va ishonchli koeffitsiyentlar faqat Atinixbet kompaniyasida. Kommentariyada qoldirilgan omad manzili orqali Murat B promokodi bilan ro'yxatdan o'ting hamda birinchi deposit uchun turli xil bonus pullarni qo'lga kiriting. Barchaga omad do'stlar. Qaramang. Nima qilayman? Tikib berasiz buni. O'zing qo'lingga-ku. Tik. Onam tikib beribdilar doim. Onam quvdingiz-ku, tikib berasiz endi buni. Xotin olib kelmasam bo'lmaydimi? Boshima chiqadi bu. Xotin, yurga ketdik. Bormayman. Ha, qo'y qani, xafa bo'lma qani. Bir marta bo'ydi-da endi. Bo'ydi-da. Bu narsani avval ana qizlar yozmasdan oldin o'ylash kerakdi. Tushundingiz? Bormayman. Bacham, onang kelmayman deyapti. Dada, hay quruq o'zingizni ko'tarib so'lpillab borgansizlar, ayol kishi romantika qilib borish kerak-da. Siz xafa qilgansiz onamni. Bir romantika qilib gul olib boring onama. Keyin keladilar. Gul olib olsam kelan. Ha? Xotin. Kechir hay, men gul. Ketdiga yer. Bormayman. Bacham, onang gul ham rozi bo'lmadi. Yana bitta oxirgi yo'li bor dada. Qanaqa? Onam pizzani yaxshi ko'radi. Pizza olib borsangiz keladilar u. Endi qanaqa pizzani yaxshi ko'radi? Men qayerdan bilaman men? Onam Bellissimo pizzani yaxshi ko'radilar. Endi hozir men Bellissimoga borib kelaymi? Shuncha joyga? Yo'q, mana Bellissimoni ilovasidan zakaz qilamiz. 35 minut ichida olib keladilar. Undan tashqari Bellissimo pizza ilovasida yangi foydalanuvchilar uchun 70 ming so'mdan boshlab birinchi buyurtma uchun 30 ming so'm chegirma beriladi. Xotin, sen yoqtirgan Bellissimoni olib keldim. Qara, ana Bellissimo olib keldim. Endi ketamizmi? Yo'q, hozir ochma. Hozir ochib uyda ochib yegaylik. Hozir yegasim kelib Hozir qolasiz. ochma, uyda yegaylik. Yur. Olib ketamiz birga uyda choy bilan. Yur. Dadasi men nima yaxshi ko'rishni bilasiz-a? Qanunichi? Yumshoq joylar senga qoldi-da. Shunga. Yana dadingiz meni. Zo'r ekanda, shunga ozgina yedim.